bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, bizni kuzatuvchi ashaddiy muxlislarimiz. Bugun biz Jomboy tumani Abdurauf bobo xonadonida mehmondamiz. Ularning ukalari nomidan Hamid aka, Abduhafiz aka, Lamid aka, Abduvohid aka, Abdurashid aka, Komiljon aka ukalari nomidan, qolaversa jiyanlari nomidan, musofirchilikda yurgan yaqin qavm qarindoshlari nomidan qutlug' kunlari, shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Albatta sizlar e'tiboringizga havola etamiz. Biz bilan qoling, Shahnon jamoasi bilan. Biz boshlaymiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum qimmatli vaqtlarni yamasdan kelgan aziz otaxon onajonlar, aka ukalar va albatta go'zallikda butun dunyo ayollarini ortda qoldiradigan aziz va munis opa singillarimiz. Mana bugun biz Jomboy tumaniga Abdurauf bobo xonadoniga kelishimizning sabablari albatta bugun Abdurauf bobomizning shukrona kunlari, qutlug' yubileylarini tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Abdurauf bobo, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bitta bobomiz uchun qarsak chalaylik, oldimizga taklif etamiz. Marhamat. Muzaffar aka, siz ham keling yaqinroq oldilariga. Marhamat. Abdurauf bobo, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizni shukrona kuningiz bilan, bugungi unutilmas oqshom bilan, muborak 75 yillik yubileyingiz bilan tabriklaymiz. Topingchi kimning nomidan tabriklashga kelganmiz? Biz kimning nomidan keldik sizni tabriklashga? Aytilmagana, sir albatta ukalari nomidan, musofirchilikda yurgan qavm qarindoshlari, jiyanlari nomidan, qolaversa yaqin jiyanlaringiz sizni duoyingizni olib shu darajalarga yetgan Hamid aka, Abduhafiz aka, Lamid aka, Abduvohid aka, Abdurashid aka, Komiljon aka ukalaringiz nomidan sizni tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Aytishdikim, ayajonim o'tganlaridan keyin ana shu akamiz deymiz, tog'ajonimiz deymiz. Shularning chehralarida Xudo rahmat qilsin, ayajonimizning chehralarini ko'ramiz. Har doim bizni holimizdan, ahvolimizdan so'rab turguvchi, bizni duolari ila yuksak darajalarga olib chiquvchi inson bugun tug'ilgan kunlarini, shukrona kunlarini nishonlayaptilar. Bizni nomimizdan borib tabriklang, yaxshi ko'ramiz. Xudo bergan umrni baroqatli o'tkazsinlar. Xudo xohlasa Muzaffara yangamiz bilan birgalikda hojiyona va hoji bobo bo'lib yurishlarini Xudovand nasib aylasin deb sizni tabriklab qolishadi. Albatta aytishdikim, tog'ajonimiz albatta hamisha sihat salomat yursinlar, bizni nomimizdan yetkazing. Necha yillardan beri
dehqonchilik, bog'bonchilik qilib, halol mehnatlari ila o'z farzandlarini voyaga yetkazdilar va albatta yaxshi kunimizda yonimizda turib, bizlarga eng ezgu umidlarni tilab qoldilar. Bugungi Abdurauf bobo uchun yetkazingki, dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, bolam, chaqam, qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam, loydan quli chiqmagan gohi, buzlab sira aytilmas ohi, so'zlarimda Xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam, ayb ish qilib qilmasgar xato, nuqsonlarim bilmas muammo, yarim tunda uxlamay hatto, mehnat qilib tinmagan otam, yuzi nurli ajinlar serob, har ajinga asli men sabab, biror marta bir lahza to'xtab, mehnat qilib tinmagan otam, ko'ngli toza, sochlari-da oq, ba'zan ko'ngli qayg'udan yiroq, qish tinsa ham dunyoda biroq, mehnat qilib tinmagan otam deyishadi bugungi Abdurauf bobo uchun. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Shukrona kuningiz bilan yana bir bora ana shu ukalaringiz, jiyanlaringiz nomidan, jigarlaringiz nomidan sizni tabriklaymiz. Muzaffar aya, bugungi bayram bilan xonadoninizdagi unutilmas tarixiy kun bilan sizni tabriklaymiz. Sizlar ana shu xonadon farishtalarisiz, duogo'ylarisiz. Hamisha sihat salomat yuringlar. Farzandlar boshida duogo'y bo'lib yurishlaringiz nasib aylasin deymiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90-100 yoshgacha, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Albatta bugun Abdurauf dunyodagi eng boy farzandlar. Nimaga deganda, uyda otalari, onalari borki, ularni duo qilib ana shu mansablarga, ana shu darajalarga olib chiquvchi farishtalari bor. Bugun yaxshi kun, Muzaffar xola. Hammadan oldin siz haqlisizki, Abdurauf bobomni chiroyli qilib bitta o'zingiz tabriklab bersangiz, marhamat. Mehmonlar, xush kelibsizlar hammalarni. Sog' bo'linglar. Xo'jayinim bilan mana 75ga kirdi. 51 yil bo'ldi. Birga yashab, shu bolalarni voyaga yetkazib, shularning huzurini ko'rib o'tirib saynarak. Og'ayim qarindoshga rahmat. Shu ukalariga ham rahmat. Hurmat qilib unutdi. Rahmat aynan. Marhamat. Bugun oila a'zolaringiz nomidan tabriklaysiz. Marhamat. Assalomu alaykum, mehmonlar, qarindoshlar, jiyanlar. Bugungi tug'ilgan kun sababchi Abdurauf akam umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Mana bugun oila a'zolarimiz, hammamiz aka-ukalar, hammamiz shu odamni tug'ilgan kuniga kelib, umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'ling Abdurauf aka. Ya'ni siz ham sog' salomat bo'ling. Rahmat, tashakkur. Hafiz bobo, marhamat. Yaxshi niyatlarni eshitamiz. Mehmonlar, jiyanlar, qarindoshlar, aka-ukalar. Xush kelibsizlar. Mana bugun tug'ilgan Abdurauf akam tug'ilgan kuniga 75 yoshlari bilan chin qalbimdan ulug' aymoq tomonidan tabriklaymiz. Bu kishi ular 100 dan ham oshib ketsin akam. Xudo umrlarini bersin, yangam bilan qo'shib per bo'lsin, akalari, nevaralari tayyor qilib, xursand bo'lib yursinlar. Aka 100 dan oshinglar. Bu qo'l bo'g'ni yoshidan o'tib ketding akajon. Rahmat, amalaringizga. Rahmat. Abdurauf bobo, Xudo xohlasa, Xudo nasib aylasa, amin deymiz.
Albatta ana shu Boqul bobodek shunaqangi muborak yoshlarda Allohning xonadoni Ka'batullohni ziyorati sizga nasib aylasin. Xudo xohlasa hoji bobo bo'lib, Muzaffar xolam bilan birgalikda hojiyona bo'lib kelib, mana shu xonadonlarga haj ochilar bo'lish nasib aylasin deymiz. Yaxshi niyatlar bor, marhamat opajon sizni taklif etamiz. Albatta eshitamiz, tinglaymiz. Bugun xonadonimiz chirog'i uchun, quyoshi uchun albatta yaxshi niyatlarni eshitamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz deymiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga. Mana bugun pochchamning tavallud kunlari ekan. Pochchamni yana 100 yoshlarida ham ana shunday tug'ilgan kunlarini o'tkazish nasib etsin. Opam bilan qo'shqa qarisin. Opamning ham yaqinda 20-sentyabrda tug'ilgan kunlari. Ikkovlarini ham muborakbod etaman. Bolalarini baxtiga sog' salomat qo'sha qarib, bolalarini, nevaralarini huzurini ko'rsin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat, tashakkur deymiz. Tashakkur. Albatta, marhamat. Marhamat, yaqinroq kelamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun bo'lamning 75 yoshga kiribdi. Bo'lamni 75 yosh bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'lsin. Hamisha qaynalarim baxtiga sog' omon bo'lsin. Yangam bilan yuzlarga kirsin. 100ga kiring bo'la. Rahmat, tashakkur deymiz. Albatta, tunlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yaqinlar nomidan. Marhamat. Sovg'alarni taqdim etamiz. Albatta hayajonimiz uchun, xonadonimiz jannati uchun guldastalarini taqdim etamiz. Tug'ilgan kuningiz, bayramlar muborak bo'lsin deymiz. Onam hoji qilaman. Abdurauf va Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Boyligimga sababim mehr ko'nglim tarafim. Farzim, qarzim, sharafim. Onam hoji qilaman. Otam hoji qilaman. Jannat onam to'yda. Otamning to'yda. Menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman. Otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz. Onam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz. Onam mening yelkamda qanotimsiz. Ukalaringiz nomidan albatta tunlarni qabul qilasiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Abduhafiz aka nomidan, Hamid aka nomidan, Lamid aka nomidan muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Armon bilan sindirib, yelkan uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam foyda, otam
Anam kesermen demay, balım kesermen demay, hale yamanman demay, adamman. Canı cihanım benim, gülü reyhanım benim, sarı bayatman demay, tamam olaman. bilan sizni tabriklaymiz. Bugun shaxsan bitta yaxshi ko'radigan jiyaningiz bor ekan, Aziz aka degan. O'sha kishi nomidan sizni tabriklaymiz. Deyishdikim, ishlarim yurishib ketsa galma-gal, kamlarim, g'amlarim etsa butun hal. Dunyoni bir chetga qo'yib eng avval otam bilan onamni Makkaga olib boraman. Albatta shu niyatlari ila siz uchun, ayajonimiz uchun dunyodagi eng qimmatbaho kitoblardan biri Qur'oni Karim kitobini siz uchun tuhfa, sovg'a tariqasida olib kelganmiz. Bitta gulduros qarsak chalamiz, sovg'alarni taqdim etamiz. Marhamat. Oligimga sababim mehr ko'nglim tarafim farzim sharafim onam hojat Albatta Abdurrauf bobo, Muzaffar xola birga aytib turamiz ikkalamiz. Faqat ikkalamiz sizlar uchun shirinlik olib kelganmiz. Abdurrauf bobo necha yil bo'ldi xolamga uylanganingizga? 51 yil oldin tort kesish marosimi bor edimi yo'qmidi? Yo'q, bugun ana shu orzularni amalga oshiramiz. Ukalaringiz nomidan, jiyanlaringiz nomidan sizlar uchun shukrona bildirish uchun ana shu shirin tortni olib kelganmiz. Ikkalalaringiz niyat qilib kesamiz. Xudo xohlasa hojiyonom va hoji bobo bo'lamiz deb qalamizni tanovul aylaydimi? Aylandik. Marhamat. İkkalamiz. Kızamızda. Mübarek olsun. Tug'ilgan kuningiz muborak. Shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Qarsak chalamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bravo. Tabriklaymiz. Aziz aka nomidan, ukalaringiz nomidan, jiyanlaringiz nomidan sizni tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. Sizni boshchiligingizda, Abdurrauf bobom boshchiligida hamma mehmonlar raqsga taklif qilgan, chiroyli o'ynab qilib bugungi unutilmas oqshomni tarixga muhrlasak. Shu qo'shiqlarni qo'yamiz, birgalikda o'ynab qilib raqsga tushamiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, shu qo'shiqlar sizlar uchun o'ynab qilamiz. Thank you.
Abdurahmon bobo Xudo xohlasa 100 yoshlarga kirib, 100 yoshlardan o'tib yurish sizga nasib aylasin. Xudo xohlasa hoji bobo va hoji ona bo'lib ana shunaqangi chiroyli xonadonlarda haj oshilarga kelib sizni tabriklash nasib aylasin deymiz. Albatta e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarning jamoangizda Shahnon jamoasi bo'ldi. Yana yaxshi kunlarga kurashguncha deb sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Tashakkur deymiz. Rahmat.